Salom do'stlar, hammaga xush kelibsiz bugungi yangi videomizga. Xo'sh do'stlar, bugun sizlar bilan Rise of Kingdom o'yinini o'ynab mazza qilib dam olishga harakat qilamiz. Videoni boshlashdan oldin like bosing va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Unday bo'lsa biz videoni boshladik. Do'stlar, mana bizning uyimiz, ya'ni qirolligimiz. Mana Короче, mana shu bizni joyimiz, ya'ni biz mana shu yerda katta bo'lyapmiz. Hozir mana bu o'tinlarni, oltinlarni, toshlarni olamiz. Do'stlar, bu o'yinda xuddi bir urush qilasizlar, ya'ni boshqa biron bir uylar yoki boshqa biron bir joylar bilan urush qilasizlar. Ya'ni boshqa odamlar bilan urush qilasizlarda. O'yinning asosiy maqsadi ya'ni urushdan iborat, ya'ni siz o'zingizni jamoangizni to'playsiz, keyin boshqa jamoalarga qarshi urush qilasiz. O'yinning asosiy maqsadi shu urush qilishdan iborat, ya'ni. Sizlar bu o'yinda do'stlaringiz bilan ham qo'shilib o'ynay olasizlar. Ya'ni masalan, men hozir mana bu nomi nima edi? Guruhimizning nomi nima edi? Nomi yo'qmi guruhimizda? Nomi yo'q guruhda. G1 ekan. Guruhimizning nomi G1 ekan. Короче, men G1daman hozir. G1 guruhidaman. Bu xaritadan ko'rinishi mana shunday bo'ladi. G1 ya'ni oxirgisi mana shu yergacha ekan. Mana shu ko'k belgilangan joy ya'ni bizning hududimizda. Keyin boshqa hududlar ham bor. Короче, hammaning o'z hududlari bor-da. Hammaning o'z hududlari bor. Keyin mana shu hudud jang qilamiz-da, ya'ni jang qilsa bo'ladi. Endi kim ko'p odam bo'lsa, kim kuchliroq bo'lsa, o'shalar g'olib bo'lib ketaveradi. Joylar kattalashib ketaveradi, bayroqlarni quraveradi. Do'stlar, kuchayishimiz uchun odam kerak. Askarlarni mana shu yerdan olamiz, ya'ni. Masalan, 450 ta hozir men nima oldim? Workshopmi bir bilan. Mana shu nima edi? Battering ram, arbustreski. Короче, mana shundan bosib qo'ydik. 450 ta bu ani bo'lish kerak. Tosh otadiganmi, shunga o'xshagan narsa. Mana bu otchilar, 600 ta otchi. Hozir sizlarda boshda birinchi darajada bo'ladi. Horseman, mana otliqda endi otchi desa bo'ladi. Keyin ikkinchi darajasi light cavalry. Короче, men ikkinchisini ochganman, ikkinchisini bosib qo'yaman. Ya'ni olishni bosib qo'yaman. 550 ta kavanchi. Birinchi darajasi slinger, ya'ni tosh otadimi shunaqa. Ikkinchi darajasi kamanchi. Bu esa qilichchi. Yani jangchi. Mana birinchisi warrior, oddiy odam shunaqa. Ikkinchisi swordman, ya'ni qilich. Shunaqa narsalar. Inglichcha uncha yaxshi bilaman-u. O'zbek tiliga shunaqa ma'noda kelyapti. Hozir boshlang'ich sog'lab olib qo'yamiz. Bo'ldi, sog'lab qolmadi. Kim edi bu? Villager, qishloqqa. O'yinda asosiy maqsad shu urushdan iborat, ya'ni kuch to'playsiz. Bu odamlarni bosib qo'yganingizdan keyin bu odamlar bilan sizlar boshqa biron bir joylarga urush qilsangiz bo'ladi. Hozir masalan men atakni bossam, GS'da bosam, keyin urush qilsam bo'ladi mana shu bilan. Qanchadir odam yuboraman, keyin urush qilaman-da. Короче, keyin odamlar sizlarga urush qilayotganlar, sizlarga urush qilsa birontasi o'shani ham to'xtatadi. Ya'ni o'shalar bilan urush qiladi. Masalan, sizlarda odamlaringiz bo'lsa, boshqa komandalar sizlarga urush qilsa, odamlaringiz qal'angizni himoya qilishga harakat qiladi, ya'ni. Agar ular kuchli bo'lsa, yo'q qilinadi qal'angiz. Ya'ni yo'q bo'lmaydi, faqat odamlaringiz o'ladi. Odamlaringizni mana tropikdan ko'rsangiz bo'ladi. Hozir menda total number 190 ming. 386 ta odam bor ekan. Troop power, ya'ni odamlarimning kuchi 318 ming. Chunki menda ikkinchi darajalik askarlar bo'lgani uchun ikkinchi darajalik askarlar 2 powerdan qo'shadi-da. Birinchi darajalik askarlar 1 powerdan, ikkinchi darajalik askarlar 2 powerdan. Shuning uchun 190 ming ta odamning kuchi 318 ming bo'lyapti. Chunki menda ko'pi ikkinchi darajali. Bu yerdan chiqamiz. Menda hozir 318 ming kuchda, mana tepada ko'rayotgan bo'lsangiz 941 ming kuch turibdi. 941 ming 98. O'shaning 341 ni anot tashkil qilgan. Odamlarimni soni tashkil qilgan. Do'stlar, sizlar buni do'stlaringiz bilan qo'shilib o'ynasangiz bo'ladi.
Yani qo'shib o'ynadiganda endi sizlarda qirollig'ingizga kelsa, keyin qo'shilib o'ynay olasizlar. Bilmaydi bu. Olib qo'yaylik-da. Nima bo'lsa ham. O'yin qiziqarli. Endi urushda yoqtirayotgan odamlarga o'ynasa maza qilib o'ynaydi, lekin o'yinni tushunmasangiz bo'ldi. O'zi qiyin narsa emas. Odamlar yig'asizlar, urush qilasizlar. Masalan, kim edi bu? Kim edi bu? Bu bizada anodan ekan. Gebr deyapti-ku. Bilmasam endi. 17-yillik Barbaris qayerda ekan? Nima berdi ekan? Atakni bosamiz, hozir urush qilib ko'rsataman. Yo'q, osmon qo'ymayman. Mana shu bilan mana shuni qo'yamiz. Bo'ldi. Короче, 68 mingta unis bilan hujum qilaman. Mana 17-levellik Barbariosga biz mana shuni mashina to'xtatamiz. Keyin bitga marshni bosamiz. Yana bitta boramiz, chunki 17 ming odam, 68 ming odam bilan 13-levelda yenga olmayman. Yenga olmayman. Sarka bor. Sarkaga Mehmetni qo'shamiz. 51 ming. 54 ming qilamiz. March. Yo'q, 51 ming kam bo'lmaydi. Mana shuni mabetiga 11 ming, mana buni. Bo'ldi. Короче, 3 ta yubordik, 3 ta odammiz. Bunda 54.500, bunda 54 ming, bunda 68 ming. Endi hammasini urushga yuboramiz. Bo'ldi, hammasi ketdi, endi urush qiladi. Chunki bitta odam bilan yuta olmayman-da. Chunki bular anavda 17-levellik bo'lgani uchun kuchli bular. O ana. Bu 6000 bilan qayerga ketyapti bu? Ha, buni imom 2-levellik o'tin chopishga ketyapti bu. Biz hamma bitta urush qilyapmiz ular bilan. Yordam berib qo'yamiz. Mana do'stlar yutyapmiz. Mana bizlarda ham jonimiz kam qoldi. Bu odamniki 26 ming qoldi. 34 ming, 38 ming bo'ldi. Короче, biz yutdik buni. Mana odamlarning joni ketgan mana. Ya, nima edi bu? Короче, kasal bo'lgan odamlar kasalxonaga tushadi. Mana bizlarda 52 ta qilichchi, 43 ta otchi, 44 ta kamonchi, 31 ta tosh otuvchimi, shunaqa desam, короче, hammasini xayolda bosib qo'yamiz, bo'ldi. Qiynalib ketdim men tarjima qilishga. O'zi o'zbek tilida nima bo'lishini bilmas ekanman, sharmanda. YouTube'da ko'p qidirib ko'rdim o'zbekchasini. Mana shu videoni o'zbekchasini ko'p qidirib ko'rdim, bitta ham chiqmadi. Shunda men o'zbeklarda birinchi shu o'yinni o'ynab chiqarayotgan odam bo'laman. Birinchi bo'lib men chiqaryapman. Do'stlar, agar shu videoga 100 ta laykdan ziyod bo'lsa, men bu o'yinda sirlarini o'rgatishni boshlayman. Ya'ni qanday tez kuchaytirish yoki boshqa narsa. Hozir masalan bizada anomizda mana bu bizada guruhimizdan emas. Hozir men mana shunga atak qilsam bo'ladi, ya'ni urush qilsam bo'ladi, lekin menga kerak emas. Yoki men 347 ming kuchi bor ekan, men buni bemalol yutaman, chunki menda 940 ming kuchim bor, ya'ni 1 millionga yaqin kuchim bor. Buniki 435 ming, buni ham bemalol yuta olaman. Lekin menga kerak emas. Chunki shunchaki kerak emas. Bo'ldi, baskarlar sog'aydi. Hop, qaranglar endi. Biz ham uni olib qo'yaylik-da. Getxer.
Chunki resurslarimiz kam, yani tosh, bir nimalarimiz kam. Bu taxtani ham olamiz. 향기가 없느니라. Yo'q, men toshga kerak. Ha bu o'tinga xavfsi. Nima qildim men? 나라는 덕으로 다스려야 합니다. Tosh ham olamiz endi, tosh. Tosh ham chunki kerak. Wygasą monstra, a ja je zabiję všechny. Za králom! Bo'ldi. Hamma narsani olishni bosib qo'ydik. Mana bu 1 soatdan keyin ana bo'lar ekan. Mana bu 15 bo'ldi-ya. Bu 16 qila olmasmikanmiz? Qila olmas ekanmiz. Nega? Chunki mana bor ekan. Bunga 2 soat kerak, 2 soat. Bitta mavundan qilsak bo'ldi. Endi mana 16 qila olamiz-a? Oho, 2 million, 201. 3 kuni 7 soat kerak bo'lar ekan. 1,5 million deb yuboradimi? Odam qo'rqitib. 1,5 million deb yuboryapti bu. Odam qo'rqitib. Bo'ldi, hay. Hay, bu ham bo'ldi-ku. Bu ham bo'ldi. 3 kun 7 soatdan keyin men 16-levelga o'tarkanman. Darkaga. Короче, bosdim. Bo'ldi. 3 kundan keyin 16-levelga o'taman jigarlar. Endi buni yo'q. Hali ko'tara olmas ekanman. Buni ham ko'tara olmayman, menimcha yo'q. Buni o'zi 15 ekan, buni ham 15 qilib qo'yaylik. Bunga yana resurs yetmayapti-ku. O'zi 20 soat deyapti. 20 soat deyapti. 3 soat. Menimcha yetmay boradi. 3 soatga qurishni bosib qo'ydik. Do'stlar, короче, o'yinni ko'rdingizlar, mana shunaqa o'yin, ya'ni kuchaytirib boshqalar bilan urush qilasizlar. Mana shunaqa o'yin qiziqarli, endi menga yoqadi. Sizlarni bilmadim. Kanalga obuna bo'lib qo'yingizlar, like bosib qo'yingizlar. Bugungi shular edi, ya'ni ko'pincha nima haqida chiqarishni bilmadim. Menga yordam beribdi bittasi. Короче, qurilishga. Mana shu videoga 100 dan ziyod bo'lsa, qanday tez kuchaytirish, agar kimdirlar yoqtirayotgan bo'lsa, mana shu unga yoqqan bo'lsa, qanday tez kuchaytirish yoki qanday tezroq erishish, hamma narsani o'rgatib o'taman. Yani nimani bilsa hammasini o'rgatib o'taman. Shuning uchun like bosib qo'yingizlar. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yingizlar. Yoki boshqa biron bir o'yinlar yoki boshqa biron bir, короче, xohlagan yo'nalishlaringizda video chiqaraman. Menga farqi yo'q. Xohlagan yo'nalish bo'yicha videolar chiqaraman. Bugungi shulardan iborat edi. Xayr, salomat bo'ling.